Hammaga assalomu alaykum подписчикlar. Ertagacha 20 ta bo'lsak подписчикimiz. Bitta qaynoqqina yangilik bor, yangilik. Sizlar tushunyapsizlarmi? Singlimni sochini qare qildiramiz. Qare nimaligini tushunmaganlar. Mana kerak emas pastdagi sochchalarini kesadi. Chiroyli bo'ladi. YouTube'larda shunaqa videolar chiqib kelardi. Xuddi shunaqa qildiramiz. Ertagayoq 20 ta bo'laylik. O'zi aslida bizlar 15 ta edik. Qaysidir odamlar podpiskasini admin qivordi. Iltimos sizlardan yana bitta videom bor edi, boya oldim. Agar o'sha videoda 10,000 ta like boshqa videomda 10,000 ta like yig'ilsa, meni ukam Umarni soch kalligini ko'rsatamiz deganman. Davay bosinglar, iltimos o'sha like-ni ham, mana bu podpiskani ham pastga tushib, mana bu oq narsachani bosish shuncha qiyinmi? Oq bitta knopkachani seri qilib qo'yish, kulrang qilib qo'yish shunchalik qiyinmi? Obunachilar, men sizlar uchun videolar olaman. O'zi men bloger bo'lgim kelmagandi. Yaqinlarim aytgan bloger bo'l deb. Shuning uchun bo'lyapman. Bo'lmasa bu kanalni hozir udalить qilaman, o'chirib tashlayman.